Bu navbatdagi darvozamizni Xudo xolasa joyiga olib kelib o'rnashtirib bo'ldik. Xo'p, bu darvozamizni batafsil materiallari haqida ma'lumot berishni boshlaymiz. Stoykalarimiz 8x8 1.7 stenka bo'lgan. Darvozamizda rama ko'rinishi 6x4. Listlari 1 uchilik sharmanka bo'lgan, ikkinchi qavatiga unaqa chinor gullis bosilgan aziz obunachilar. Hop, darvozalarimizda razmeriga keladigan bo'lsak, razmerlarimiz 3.5 ga 3.5 bo'lgan. Shumlari ham mana o'ta chiroyli chiqqan aziz obunachilar. Urganingizda hech qanaqa ortiqcha dang'ir-dong'ir shovqin-suronsiz chiqadi. Zamoklarni zubr zamok qo'yib berganmiz. Mana ochilib yopilishlari ham o'ta ideal holatda. Orqalari ham tekis, chiroyli bo'lib chiqqan. Orqa tomon ko'rinishlari aziz obunachilar mana tekis, chiroyli bo'lib. Qanijon akamga Chopdor qishlog'iga olib kelib o'rnashtirdik aka. Ishimiz haqida nima deysiz? Xudo xolasa zo'r. Qo'llar dard ko'rmasin. Xudo xolasa mana darvozalarimizni ochilib yopilishlari. Aziz obunachilar, xudo xolasa urvinda bo'ldi. Qaytga borib to'xtatsak o'sha yerda qoladi. Bu qismi ham shunaqa. Degan darvozamiz urvinda turibdi degan. Kimga shunaqa sifatli darvozalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha bundan-da chiroyli, arzon, sifatli qilib chiqarib beramiz aziz obunachilar. Ochilib yopilishlari ham mana qulay. Xo'p, bu darvozamiz narxiga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metr 900 ming, 800 ming, 850 ming 3 xil variantda chiqadi. Hozir bu 900 minglik variant aziz obunachilar. Jami summasi 12 millionga olib kelib o'rnashtirib berdi. Bunda sifatli, chiroyli darvozalarda sizlar uchun qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat hammalarga.